Qozonda izolyatsiya indeksi tusha bor. Odatdagi shaykdadan uramlarda mashinalar og'imi, buni ko'pchilik uyushmalarining ishlavi bilan anglatadilar. O'zgan haftada 150 ming kishini, 120 ming mashinani tekshirganlar. Uramda o'lkanlardan boshqa baliq bo'lmagan bolalar da shaqti qoidalarni o'tamagani uchun 1237 berkitma tuzila. Meditsina betligi sotib tezgina bayrog'a tilagan kishini o'rinda tutqardilar. Задержан индивидуальный предприниматель, который... Bir nindi dokumentsiz bitlik satuvchi shaxsiy ishmakar tutqarlandi. Ol 4000 bitlikni 150 ming so'mga sotmoqchi bo'lgan. Rossiya koronavirus taralğı bo'yicha butun illar arasında birinchi o'nliqda. Qozonda g'ana 249 kishi yuqtirgan. Hozir avrularni 8 xastaxonada qabul etadilar. Chet eldan qaytuvchilar observatsiyada. Qotlovli shirda meditsina o'zaklarına yordam etuvchi uyushmalar soni da ortdi. Ular eng kerakli jihozlarni xastaxonalarga topshiradilar. Tуда входит мебель. Mebel, o'rin, yer, vanna bo'lmasina kerak yaroqlar bilan yordam etadilar. Ular tez arada kerakli o'ringa borib da yetadi. Virusni jenggandan so'ng menga o'z ulushini kirituvchilarning ismlarini butun kishi bilashak deyil Surmetshин eliga ul uy rejimin saqlarga ham sabr etirga chaqirdi. Allohga shukr, что нет на сегодняшний день летальных исходов. Tataristonda o'liklar yo'q. Bu tabiblarning zo'r tirishligi natijasi, lekin virusdan qo'rqgan kishilar hozir tinchlana tushdi. Uramga chiquvchilar soni ortdi. Kishilar o'zlarini ham tira-yo'ndagilar uchun qo'rqinch tug'dirib, Pasxa bilan bog'liq choralar ham iftorlarni uzdirmoq qarori yo'qqa kiritilmadi. Yol xizmatlari joyga ish rejimini ko'chdi. Haziralar shaharni qishqi pishroqdan shiz tartalar. Reys qashiqqancha texnik dezinfeksiyalana. Boqshaga boruvchilarga bitlik ham pershatklarni unutmasqa kerak. 30 apreldan olib qora kuzga qadar boqshalarga 13 avtobus yuriy boshlaydi. Отдельно хотел бы обратиться ко всем нашим. Jirni ishni yoratırga kerak. O'zing o'tirgan o'ngishni yil bo'yi oshirga mumkin. Men ellik bunga ortiq ig'tibor bermaydim. Yillar o'tgan sayin Atiyanining erta yozdan ne ishini jirda qozinganini endi angladim. Bugundan yillik sezonida tamomlanib, bu yil 217 kun davom etgan. Ruslan Husanjanov, Yangi Asr kanali. Авыр һәм мөмкин кадәр илә булу соралган вакытта ТНВ телеканалы тамашачыларга яраткан фильмын кабат карау мөмкинлеген бирә. Хәзер «Синең күзләр» фильмы ТНВ.ру сайтында бар. Бу көннәрдә өйдә булыйк. Республиканың барлык төп хәбәрләрен, тапшыруларны һәм фильмнарны иң яхшы сыйфатта ТНВ YouTube каналында карагыз.